nima qilib aytadi? Balovoy giloslaring nima qilib aytadi? Вообще qilib aytadi yo ozroq bo'lsa-da qilib aytadi. Buni hozir ko'pchilikdek qilmayapti, bardig'i bir xil sortdan ekkan baldar. O'shaga buni bitta birinchi chechimi buga chandatuvchi kerak. Valovoylar o'zi nima qilib ayt, ularga chandatuvchi kerak. Bunga chandatuvchiga birinchi Skina sort, Kanadani sorti и Dragana Jolti degan sortdan orasiga egish kerak, ili qiyshtirish kerak. Mana jurgim aytgan. Mana imенно Skina desak, Skina sortida qurg'agan yerlar bo'lsa, qurg'aganda o'rdiga, keyin cho'ng daraxtlar bo'lsa, cho'ng daraxtlarga qiystirib qo'ysa bo'ladi. Mana bizda o'sha Skina degan imенно sorti bor. Skina sortlari bizda bor. Mana ko'chatdori dadil. Mana qaranglar, Skinani buchurlari ham o'ta yaqin. O'ta yaqin, bu o'ta serhosil. Valovoydan 2-3 kun keyin pishadi. No, valovoy meni birga terib sotsa bo'ladi. O'shaning uchun meva qilmayotgan valovoylar bo'lsa, orasiga mana ko'chatlarni bitta bizda ham uncha ko'p bas, bitta ozala qoldi, ulgib qolsanlar bo'ladi. Hech bo'lsa bir tub, ikki tubdan bo'lsa-da olib ekib qo'yishlaring kerak. Hozirda o'tirilsa bo'ladimi? Hozir kakra yer to'ng emas, hozir ekkan nabarat 1 yil erta juradi. O'shaning uchun hozir ekkan yaxshi. Endi buni valovoy bilan qo'shib sotsa bo'ladi. Dragana Jolti ham yaxshi changdatadi. No, u sotilyapti. O'shaning uchun Dragana Jolti ham ekish kerak, Skinani ham qo'shib ekish kerak. Bizda Dragana Jolti yo'q, no Skina ko'chatlarimiz bor. Telefondor bor, telefon chasangar bo'ladi. Ancha muncha dastavka ham qilib berishadi, jo'natib berishadi. Ammo kelib olib ketsangiz bo'ladi. Alloh razı olsun.